Kesel bo'lish va shunga o'xshagan har qanday bir musibat kuchurganligimiz, hargizmi Allohning bizni jazolaganligi va yoki bizning tartib-ishonligimizdan emas. Har xil musibatninki har xil hikmati bo'ladi, Alloh biladigan. Masalan, kesel desak, bu Allohning rahmatining bir namoyandasi. Ya'ni Alloh taoloninki, "Ey banda, sen mana shunday ojiz" degan bir uchurni yetkazadigan bir elchi. Bo'lmasa payg'ambarlarning hayotida qarab qolgan bo'lsak, nurg'un payg'ambarlar varki ajoyib ig'ir kasallarni tatqin. Xuddi Ayyub alayhisalomga o'xshash. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qashig'iga bir kuni bir sahoba keldi. Qarasa payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nayt qizib ketgan. O sahabe so'radi: "Ey Rasululloh, baq qizib ketibsiz-ku" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Men sizlarning qizishinglardan ikki hassa qiziyman" dedi. Demak, eng og'ir sinoqlar, eng og'ir musibatlar payg'ambarlar kelgan. Shuning uchun bu dunyoda og'ir musibatning kelganligi hargiz u kishini Allohning yaxshi ko'rmaydiganligi emas. Dal aksicha ba'zida Alloh subhanahu va taolo ba'zi kishilarga rahmat qilib, ularning gunohini yuvish uchun, oxirat hayotidagi o'rnini yuqori ko'tarish uchun, ya'ni yaxshi amal qilib o'ringa yetib bo'lmasa, Alloh subhanahu va taolo u bandaga kasal va yoki shunga o'xshagan bir musibatni berish orqali oxiratdagi o'rnini ko'tarish uchun ba'zi bir musibatlarni beradi. Shuning uchun o'zimiz kelgan musibat bo'lsin, boshqalarga kelgan musibat bo'lsin, hargizmi gunohkor sifatida qaramaylikki, uni bir Allohning bizga avatgan bir elchisi, bir uchur sifatida qabul qilib, undan erishga tegishli nasihatlarni olaylik.